Bechara erkak bezib ketganda, bezib ketgan. Ko'chaga chiqib unga bunga dardini ayta olmaydi. Yig'lab ichidagini chiqarib ola olmaydi. Erkak kishi hech kimga aytmaydi-da, ichiga yutib oxiri infarkt bo'lib, kasal bo'lib tugab ketar ekan. Ko'chada svetofor tagida yoki oshxonada bir yerda o'tirganda nima bo'pti desa, tappa etib yuragini ushabdi. Uchinchisi ekan, yuragi ustiga eribdi, ketib qolibdi. Ketib olibdi. Nimadan shu? Shu uydagi muhitni yaxshimasligidan, uydagi janjal jalbalardan, uyda chiroyli kutib olmaganligidan, chiroyli kuzatib qo'ymaganligidan, uydagi ayolni ochofatligi, noshukurligi, jag'ini tinmasligidan. Agar uydagi ayol aqlli, dono bo'lsa bor, oqil ayol bo'lsa bor, u erkak kasal bo'lmaydi.